Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3-mart 2026-yil bizni Tojikiston go'zal Xo'jand shahriga chaqirishgan xizmat bilan Xudo xolasa borib, anchadan kuzatib kelayotgan muxlisimiz ishlarini chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Bularda hechlar bo'yicha darvoza, navesi, baryer xizmatlari bor. Biz ishimizni chiroyli bularga ko'rsatib beramiz, o'z vaqtida ishlarni bitirib beramiz. Tojikiston Respublikasiga imkon qadar o'zim borishga harakat qilaman, sababi boshqa davlat ishlarni chiroyli konkretni gaplashish kerak. O'z vaqtida bitirish kerak, ishonchni oqlash kerak. Nimaga? Ikkita davlat o'rtasida ishonchsizlik bo'lmasin. O'zim ishlarimni vaqtida topshirishga harakat qilaman. Odamlarni rozi qilib, imkon qadar ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz. Temir bo'yicha aloqa chiqarasizlar, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'ylab imkon qadar ishlarni sifatli bitirib beramiz. Hozir tamojdamiz, Xudo xolasa imkon qadar tezroq ishlarni bitirib o'tib ketishga harakat qilaman. Mijozimiz u yoqda qarab turibdilar. Mashina haydab o'tirmadim, bu tomonda taksi akalar ko'p. Biz aytgan adresga hozir mijoz nomerlarini berdim, gaplashishadi. Borib razmerlarni olib yana tamojnigacha qaytarib olib kelib qo'yishadi. Xudo xolasa ishni tezda bitirib qaytamiz. Badomdan chiqishdamiz. Yangi trassadan ketyapmiz hozir shahar Xo'jandga qarab. Yangi trassa asfalt. Qachon bosildi aka bu? 1 yil bo'ldi. Assalomu alaykum. Vaqal aytib bo'lsinglar. Tojikiston Golibodon Patar va Pesh. Pesh dedik-ku. Pesh. Bu joylarda radar hozirchaga 40 qo'yilgan ekan. Shunga tartib saqlash spokon o'tilar ekanda. O'zbekiston ursam bo'lsa bo'lar ekan 60-70 lar ekan. Xo'jand sentrga yetib keldik. Obyektgacha 10 minutda yo'limiz qoldi. Sentralniy magistral yo'ldamiz. O'zbekistondagi haliga tartibsizlik bo'lar ekan bu yoqda ham. Qaranglar probkani. Marshrutklarni ko'pligini. Orqada 1 kilometr probka. Ozgina yo'l qolgan, lekin probkani hisobiga ancha vaqt yutqizdik. Xo'janddagi eng katta masjid oldidamiz. Nuriston deyilgan nomi. Hozir shahar ichida lokatsiyaga ozginagina kechikdik. Mijozimiz bizni kutib oldilar. Qulayroq joyga chiqib, orqalardan kirib ketyapmiz. Xo'jand sentrdan ozgina ichkariga kirar ekanmiz xolos. Ulug'ayam Ramazon kunida 3-mart 2026-yilda biz Xo'jand Ulitsa Mir degan joyga keldik. Shaharda sentr joyida shunaqa chiroyli uy bor ekan. Shu uchastkani darvozasini qo'yib beramiz. Bizning ishimiz Xo'jandda balki polniy respublika Tojikistonda reklama bo'ladi. Xudo xolasa, qolgan ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Yaxshi niyatda qurilayotgan bu xonadon o'zlariga buyursa, hammaga shunaqa chiroyli uylar qurish nasib qilsin. Uyi podval qismi garaj holatda qilingan. Bu joyga seksionli darvoza oladigan bo'ldik. Bu joyda katta darvozamiz o'rnaydi. Chedever fason tavsiya berdik bularga. Akaning o'zlariga videolarda yoqqan ekan. Darvozaning eni 540, uyi ham kollejga o'xshatib juda katta qilib qurishgan. Qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Xayrli bo'lsa, Xudo xolasa ishlarini chiroyli qilib, o'z vaqtida bajarib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, mana shu keng joyga biz darvozamiz o'rnaydi. Eniga 540, balandligini hozir binoni planda razmerdan kelib chiqyapmiz. Bu tomonda ham yangi imorat boshlangan ekan, podval qismlari bitib qolibdi. Polnisi peni blok bilan ko'tarishar ekan. Bu territoriyada juda katta, gigant hovli ekan. Juda havas qildim. Hammaga nasib qilsin. Qaranglar, podval 1-etaj, 2-etaj. Bu yoqda 4 etajli baland bino ko'tarilar ekan. Bu obyektda hamma metall ishlarni o'lchab oldik. Hozir bu tomonda bitta eshigimiz bor. Asosiy qo'shimcha xod bo'lgan. Bu yoqda metallический kirish eshigi bo'ladi. Yarim holatigacha, pastda 3 metrgacha ochiladi, yuqorida gulxo'y joyda bo'ladi. Bu yoqda yana bitta kirish, asosiy mehmonxonaga kiradigan metallический eshik uzrli, haqqoniy holatda bo'ladi. Katta zal qilingan, bu yoqda zinarli metallический holatda qilib beramiz. Hop, katta darvoza, kichkina eshik va ikkita kirish eshigi o'lchandi. Pastda podvalda seksionli eshik bo'ladi. Bu garaj uchun yuqoriga ochiladigan holatda. Buning razmerini oldik. Bu bo'yicha ham biz tavsiyalarimizni beramiz. Polnisi uyi atrofida bu oldi qismida shu g'ish qo'yilgan joy bilan narigi yon tomonda polni agrajeniya bo'lar ekan. Agrajeniyani ham ko'p variantlarni bularga tashlab berdik, tanlab ko'rishadi. Hamma metall ishlarni o'zimiz chiroyli bitirib beradigan bo'ldik. Bu obyektimiz Tojikiston, Xo'jandda joylashgan. Xudo xolasa qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsatishni boshlaganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni temir ishlar bor yaqinlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi.